Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilar, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 9-yanvar sanasi, kecha 8-yanvar kuni ham video qilgandik. Shu istakanlarimizni boshlaganimiz haqida. Parnikimiz yopilmagandi kecha. Bugun kiramka olib kelib yopdik. Istakanlar qo'yishda davom etyapmiz. O'tgan yilgi videolarimizni kuzatgan bo'lsanglar, ikkita parnigimiz bor edi. Bittasi ko'k plyonkaga, bittasi oq plyonkaga yopilgan edi. Ikkalasini qaysi biri yaxshi degan savol bo'ladigan bo'lsa, oq plyonka yaxshi ekan. Meni tajribamcha oq plyonka yaxshi ekan. Ko'k plyonkani ham o'ziga yarasha yaxshi xususiyatlari bor. Ular ko'k plyonka terlamaydi, o'sha suv bug'lari suvda tomchi bo'lib qolmaydi, lekin ichi sal yorug'ligi pastroq bo'ladi oqqa qaraganda. Oq plyonkada terlash, tomchilash shunaqa holatlar bo'ladi, lekin yorug'lik tarafdan baribir ko'k plyonkaga qaraganda oq plyonka ancha yaxshiroq bo'lar ekan. Shuning uchun oq plyonka yopdik. Ma'lumot uchun aytib o'taman, oq plyonkani kilosi 22 mingdan 25 minggacha, ko'k plyonka 30 minggacha ekan kilosi. Videolarimiz endi ko'p bo'ladi. Parnik ichida ko'chatlarimizni yetilish jarayonlaridan, daladagi ishlardan ham ketma-ket videolar qo'yib boraveramiz. Videolarimiz kimgadir qiziq, kimgadir qanaqadir ma'lumotlarga ega bo'ladi. Kim uchundir qiziq emas,